Assalomu alaykum yana bir bor qadrdonlar. Hozir bundan oldingi videoda mana endi onarni qanotini qirqdim. Endi bu tomonini ochmoqchiman. Bu yerda yashil asal kelgan bizda. O'sha yashil asal hali ham kelyaptimi yo'qmi? Buni men Samarqandga ketmasdan oldin 14-kuni ko'rganman, kelyapti. Endi mana bugun 22. Necha kun bo'pti? 8 kun bo'ptimi? Endi bir ko'ramiz. 23. Bugun 22. 23 bugün. 23 mi? Yo'q. Hozir ularni tomonga silchitib olaylik. Arlarimiz yuvosh. Badfaz zotidan. Xo'sh. Bitta raspulatlar bor. Pechat qilingan. Yashil asal. Tak, mayli ikkinchisini ko'ramiz. Yashil asal hali ham kelyaptimikin yo tugadimikin degan savol deyapti. Ko'rinyaptimi yashil? Mana. Bunday qilingchi quyoshga. Buni mana onasi ham shu yerda yuribdi. Joyda bor to'planyapti. Mana yashil asal bekitishibdi o'sha mana yana nimaga bunday olib bo'lganmizda. Yana hali ham yashil asal kelyapti ekan. Bu yashil asalni men internetdan axtarib topdim. Bu dunyoda oq asal, qora asal, keyin mana shu yashil asal izumrudniy bor ekan. Fransiyani qaysidir tog'ida, orolida mana shunaqa asal chiqar ekan. Bu rasplot. O'sha asal bir necha $100 turar ekan kilosi, og'aynalar kilosi. Bizda hozir 40 kilo bor bu asaldan. Mana bu yerda ham o'sha yashil tugabdi shekilli, bu qorayib boshqacha yashil qora buni yo qora ramka uchun shunday ko'rinyapti. Kelyapti. Paxtaga olib borganim yo'q. Nimaiki paxtada turganlar Xitoy paxta ekilgan gram anaqa kelmayapti deyapti. Lekin battar bizda nektar ham kelyapti, gulchang ham kelyapti. Xudo xolasa, rasplot. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta rasplot. Bu yangi chalpak. Bu qatramka. Qatramka, sog' bo'ling. Rahmat. Bunda mana yashil asal o'zi kelmayapti ekan. O'sha boshida kelgan ekan, o'sha turibdi o'sha yerda. Endi yana ko'ramiz oxirida. Kelyaptimi yo'qmi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta ramka. 4 ta rasplot. Hozir shuna qilamiz. Men yozib qo'yaman doim. Bugun rostdan 23 mi? 23. Maliyatda 7 ramka, 3 rasplot. Mana bu narsani yozib borsangiz, qachon tekshirgansiz, qaysinda nima bor, nechta rasploti bor, bu narsa ko'rilib turadi. Endi narigi yashil bergan arini ko'raylikchi. To'xtang demarda avvalo. Bunday qilmay yo'q. Mana 20-oilamiz ham yashil asal bergan. Hozir bular 8 ramkalik, o'zim yasaganman bu yashillarni. 8 ramka sig'adi. Bu arilarimiz Karnika. Karnika qaysi liniya bilmayman. Nimaiki o'zidan boshqalardan bu yil aprel oyida bo'lganman. Yangi oila bu. Xo'sh. Bir chekkadan boshlaymiz. Xo'sh, qani ovqat ramkadan boshlaylikchi. Ya bismillah. Ari ko'p. Bu ham rasplot ekan polni. Mana yashillik ko'rinyaptimi? O'sha bekitishibdi. Yashil ko'rinyaptimi yashil? Tepasida Yashil asal.
Mana bag'i ham bu tomonga o'tingchi quyosh tomonga. Mana yashil. Izumrudniy. Mana bu yashil birinchi ramka. Ovqat ramkamiz. Tak, endi ikkinchisini ko'raylikchi. Olib kelishyapti. Men bir hafta 8 kunda keldim mana. Ko'ryapsizlarmi? O'sha yashil bo'libdi. Bu tomoniga bu yog'i ham yashil. Xo'sh, bu ham rasplot. Ikkinchi rasplot yashil asal bilan. Tak, endi uchinchi ramka. Bu yerda ham mana yashil olib kelishgan. Bu tomonga o'ting. Mana. Bu yog'i ham yashil. Yaltirlayaptimi yashil? O'sha yashil. Uchinchi ramka ham yashil bilan to'ldirishyapti. Bu yerda yangi tuxumlar ekan. İşte turavering. Operator o'zimni gulim, umr yo'ldoshim. Xo'sh, mana bag'i endi rasplot, 4-rasplot. Gulchang bo'lmasa, kelish bo'lmasa, ona ari tuxum qo'ymaydi deydi-yu. Kimlardir aytadi, bizda hech nima kelmayapti. Endi hammani o'zining regioni bor. Regionga qarab keladi narsa. Mana hozir mana 5-rasplot. Tepada asali yashil bo'lsa kerak, ko'rinmayapti, arlar bekitib olgan. Mana ko'rinayotgan bo'lsa agar ekranga yaltirlayotibdi. O'sha tepaga olib bekitishyapti. Namligini 18% ga tushirsa, keyin asalarilar asalni ustini yopadi. Asal o'shanda asalga aylangan bo'ladi. Ungacha fermentatsiya deb aytdim. Asalari olib kelgan asalini boshqa asalariga beradi. U qornini to'yg'azib boshqasiga beradi, qusib beradi. Shunaqa bir-biriga berib, oxiri asalga aylantirib uni abrabotga. Mana ona arimiz ham bu yerda yuribdilar. Bu yoqqa o'tib ketdi. Karnika. Shunaqa asalga aylantiradi. Og'aynilar, bu to'ppa-to'g'ri borib qaytandir asalni olib kelmaydi. Tabiatda tayyor asal bo'lmaydi. U faqat mana nimani asalarini oshqozonidan o'tgandan keyin asalga aylanadi. Mana bu ham ochiq rasplot. Tak, bunisi ovqat ramkamizni ko'raylikchi, nima bor ekan. Ovqat ramka. Bu tomonida ishtima yo'q. Bu tomonda ham mana yashil ko'rinyapti. Bu tomonga ham yashil olib kelishyapti. Demak, yashil hali ham kelyapti. Xullas, dollarga sotadigan asal bor. Allohning mo'jizasi. 2, 3, 4, 5, 6 ta rasplot, 2 ta anaqa. Ikkitasida yo'q. Tak, 8 ta ramkadan ruchka qani? Qolib ketdimi? Mayli, hozir olib kelib yozib qo'yaman. Shunaqa gaplar og'aynilar. Asal, mana ko'ryapsizlar. Men kecha kechqurun keldim Samarqanddan. Bugun ertamanda ochib ko'ryapman. Mana shu go'ngni ko'rsating. Mana shu go'ng, bu yerda chuvalchang bor. Mana shu go'ngda chuvalchang yeb, abrabotga qilib, orqasidan chiqarayotganda bir o'zini plyonkasiga o'rab chiqaradi. O'sha biogumus bo'ladi. O'shanda 11-12 xil element bo'ladi. Go'ng bilan biogumusning farqi o'shanda. Buni ham o'sha nektarni qayerdandir oladi, pomidordan, bodringdan, olmadan, boshqadan hamma yoqdan oladi, paxtadan, bargidan, uzumdan olib kelib, bir-biriga berib, ikkinchi oshqozonda permishat qilib, abrabotga qilib, fermentatsiya qilib, asalga aylantirib, bu degani 7-8 marta yeb qusdi degani. Keyin o'shani asal qilib soladi, namligini 18% dan kamaytirgandan keyin aqa olib ustini yopadi. Tushundilaringmi? Asallari oson ish qilib qo'ymaydi, uni ham ishi juda qiyin. Sog' bo'linglar, tushunganlar tushundi. Paka.